ZPRR tashxisidagi 5 ta asosiy savolga javob. ZPRR bu tashxismi? Bola tuzaladimi? Yo'q, ZPRR bu tashxis emas, bu ta'rif, ya'ni задержка психоречевого развития, bolalardagi aqliy va nutqiy rivojlanishdan orqada qolish kabi bolaga berilayotgan ta'rifdir. Va albatta ZPRR tashxisi tuzaladi, ammo buning uchun vaqt va mashaqqat talab etiladi. Bola qachon gapira boshlaydi? Har bir bola individualdir. Har bir bola o'ziga ko'rsatilayotgan mehr-muhabbat hamda reabilitatsiyaga qarab gapirishni boshlaydi. Yaxshi shug'ullangan bolalar doimiy nevropatologlarning yoki logoped defektologlarning maslahatlariga amal qilingan bolajonlar tezroq gapirishni boshlaydi va u bolalardagi nutqiy rivojlanishdan orqada qolishning darajalariga ham bog'liqdir. Qaysidir bola 3 yoshda, qaysidir bola esa 7 yoshda ham gapirishi mumkin. Dori ichish shartmi? Ha, dori-darmon ZPRRda yordam beradi. Kelib chiqish sabablaridan biri bu organik buzilishdir. Organik buzilishning oqibatida kelib chiqqan ZPRR bolalarda albatta dori-darmon juda ham katta yordam beradi. ZPRR autizmga aylanadimi? Yo'q, aslo. ZPRR va autizm bu juda bir-biridan farq qiluvchi holatlardir. Autizm boshidanoq autizmligicha keladi. Hech qachon ZPRR autizmga aylanmaydi. Men kechikib qoldim. Endi yordam bermaydi deb qo'rqyapman. Yo'q, siz hech qachon kechikmaysiz. Hattoki 7 yoshda boshlangan davo muolajalari ham ZPRR bolalarda katta yordam berishi mumkin. Uning intellektual salohiyatini yaxshilashi hamda tengdoshlariga yaqinlashishiga yordam bera oladi. Agar ZPRR tashxisli bolalar haqida sizda yana qandaydir savol bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Men u savolingizga ham istoriyada javob berib ketaman. Ushbu videoni ZPRR tashxisli bolasi bor onalarga yuborib qo'ying hamda kommentariyada o'zingizni, do'stlaringizni belgilang. Biz sizlarning ichingizdan bittasini tanlab olib, 10 kunlik bepul TMS muolajasini hadya qilamiz. Salomat bo'ling.